لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيء وارسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مبشرا ونذيرا. وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في قرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. Allah Subhanahu ve Teala Hakka suresinin 13. ayetinden tatıp 18. ayetigacha bu dünyanın ahirleşip bir sür çeliniş bilen yeni bir ahiretlik hisabat hayatı ve ondan kinki menguluk baxt boğan cennet girişimiz yoki menguluk baxtsizlik boğan do'zax girişimizden ibaret ikki ahirki natija insoniyatga biriladigan ahirki natijaga insoniyat erishadigan shu eng katta bo'lgan tushi rast bo'lgan va musurida asos qilib insoniyatni musulmonlarni barliq dunyodagi tajovuzchi kofirlarni va fosiqlarni munofiqlarni mushriklarni xristian yahudlarni inson bo'ladigan har qandaq bir insonni burunqi kitob berilganlarni yoki har qandaq bir jamiyatda yashayotgan dinsizlarni Allah ularga bergan hayotlikda yashagan Allohga Allah ular bergan Allah Taala ularga bergan ziminda yashagan yani Allah Subhanahu ve Taala'nın bergen nimeti işide yaşavatkan özünün Allah Taala'nın kulu ekanligini bilmey yaşavatkan barlık insaniyetke bu kıyamet bilen Allah Subhanahu ve Taala alahide agahlandırdı. Allah Subhanahu ve Taala 13. ayette dedi ki: فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدًا. Sürge bir çelinişte çelinsa, yani bu kıyamet günüsü bulunduğun vakitte çelinadigan bir sür bulup bunun emeli ahvalini Allah Subhanahu ve Taala özü bilidu. Lekin fakat bir sürünün çeldiğanlıkını sür çelinip insaniyetinin hemmisi Allah Subhanahu ve Taala aldığa bilish üçün bu dünya ve dünya işideki her bir narsa tep-tüz bulduğanlıkını haber bergen bir sür çeliniş. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma rivayet kılıp şunday dedi ki bu sür kıyamet buluş üçün tüncük çelinadigan sür. Muşu sür çelingandan keyin hayatlıkta hiç kim qap qalmaydı. Bu sür çeliniş hamallam, ziminlar, tağlar hemmisi kötürülüp birisi urulup yeryüzü tep-tüz bolup gidiyor. Yeryüzündeki igiz tağlar, jilg'ilar, dönglikler, her türlük önkürler, azgallar, yeryüzündeki her kandak bir organlarının hiç bir qaysı ve barlık yeryüzündeki her bir narsa hiç narsa qap qalmay tep-tüz bolup gidiyor. Bu
sur çalınğan muşu günü, yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim degan fayawma izin vaqa'atil waqi'ah. Mana yüzbergiçi kıyamet yüz berdigan kun degan mana muş kunda yüz berdi. Demek kıyametning bo'lishi qat'iy muqarrar. Yüz bermay qat'iy chora yo'q. Shuning uchun har bir musulmon qiyomatning yuz berishidan iborat tamg'i besilib bizga kelgan mushu Qur'oni Karimning mushu xatini, mushu qiyomat bo'lish bilan bizningki yana bir oxiratdagi hisob hayotimiz boshlanib, bu dunyodagi imtihon hayotimiz oxirlashadigan bir kun ekanligini biz qat'iy bilishimiz, mushu tamg'i besilgan haqning haq ekanligini qat'iy e'tirof qilishimiz va shuning uchun tayyorlik qilishimiz kerak. Chunki Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu hasibu anfusahum qabla an tuhasabu. Sizlar Allah Taala oldida hisob ilinishinglardan burun o'zinglardan hisob ilinglar degan. Bu qattiq kunlikda yana shundoq bir ahvol yuz berdiki, van shaqqatis samau fahiya yawma izin vahiya. Osmon shu kunista yerilib, osmon ojiz, o'zining ritmlari kuchli, bizni ko'rangan qurilmalari, barliq intizomlari buzilgan holatdagi har birisi bir-biriga tutash bo'lgan tartish jozibiy quvvati bilan muntizim aylangan şu aylanma orbitidagi harakatlari buzilgan holatda ojiz bo'lgan harakat intizomdan chiqqan shundoq bir kun yuz berdi. Demak, biz ko'rayotgan yer sharidagi, osmondagi insoniyatning ratlik yashash imkoniyati qolmaydigan yer yuzi va osmon va har bir intizom cho'lgan, buzilgan şundak bir qo'rqinchli kun bo'ldi. Allah Taala dediki: "Vel meleku ala arjaiha." Ve osmonning atrofida farishtalar oshkor bo'ldi. Sening Parvardigoringning arshini o'zlarining ustida shu kunista 8, yani 8 sap farishta ko'tirdi. Bu farishtalarning sonini faqat Alloh taolo biladi. Ibn Abbas shuna tafsir qilgan. Hasan radhiyallohu anhu deganki, bularning 8 farishtami yoki 8000 farishtami qanchalik ekanligini faqat Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi dedi. Demak, qarindoshlarimiz, bir mushu Allah Taala'nın huzuriga hozir bo'ladigan mush holatni aslab boqayli. Allah subhanahu va taolo shu kunisi mushu maydonda oshkor bo'ladigan har bir inson Allah Taala oldiga yig'ilib hisob berish uchun keladigan mana shunda qattiq hashamat bo'lgan surliq bir kun bo'ladi qiynaşlarimiz. Bu kundagi bo'ladigan eng cho'ng ish qaysi? Yawma izin tu'raduna. Bu kunista Allah subhanahu va taolo oldida har birsinglar naq maydonda hozir bo'lasizlar, ham bu kunista har birsinglarning barliq nomi amali Allah taolo oldida hisobga to'g'riladi. Sizlardan hech qanday bir maxfiy qiladigan kichik ish maxfiy qolmaydi. Her bir insanın ameli, niyeti, barliq qilgan harakatleri, ish harakatleri, arzuları ve bir yaxshilikni qilmay turgan yoki bir yomonlikni qilishdan yangan, aktif bo'lib yaxshi ish qilgan yoki aktif bo'lib yomon ish qilgan ve her bir tutgan pozitsiyalari Allah üçün chiqim qilgan yaxshiligi yoki chiqim qilg'ili unamaganligi
Haq uchun g'azablandimi? Nahaq uchun g'azablandimi? Allohning rizoligini dedimi? Shahvat nafsining rizoligini dedimi? Yoki shirk but haykal mazoyi mashayikhninki rizoligini izlab yolg'on ilohlarga cho'qinib o'zini baxtsiz qildimi? Urug' tuqqan diniy bo'lgan islomiy iymoniy aloqani va urug' tuqqanchilik aloqani Payg'ambar alayhisalom sahobalar bilan bo'lgan, Payg'ambar alayhisalom sahobalar yo'lda mangan haq karvonning, haq bayroqning, haq yo'lning üstü turayotganlar bilan aloqa qildimi yoki bular bilan aloqani uzdimi? Urug' tuqqanlari qavmi qarindosh, qo'lin qo'shnilari bilan mehr shafqat va do'stlik berib aloqani urudimi yoki aloqani uzdimi? Ko'nglida o'zi oilasi jamiyatiga nisbatan kuyimjon bo'lib, o'zi atrofdagilarga mehr shafqat yetkazdimi yoki qo'pol, mujazi aski bo'ldimi? Ularga atrofdagilarga ko'ngil bo'lib, mehr shafqat qildimi? Ularning dini, tarbiyasi, axloqi yaxshi bo'lgan islom muhit yetishiga ahamiyat berdimi? Yoki o'zining diniy omonatini, o'zining insoniy yaxshilikqa hamkorlashish vazifasini unutib, atrofdagilarga, jamiyatiga ko'ngil bilmay, mas'uliyatsiz, mas'uliyatini ustiga olmay yashadimi? O'zininki Allohga bo'lgan ixlosi qanchalik Allah bergen dini ve ijtimai amanetge xiyonat qildimi? O'zining mu'min qarindoshlarga, ularning iqtisodiy, oila, ijtimai amanatlarga, tijorat ve her türlü muamelelardaki amanatlarga xiyonat qildimi? Yalg'onchilik qildimi? Haqlarni quyib, yalg'onchilik bilan, harom bilan iqtisod to'plab, o'zini haromdan samitdimi yoki halol bilan iqtisod topdimi? O'zini islom axloqi bilan xuylandirib, qizlar, ayollar bo'lsa sharma hayo bilan, güzel bo'lgan islom axloqi bilan, haqiqiy iffetini saqlash bilan, islomiy hijob, islomiy bo'lgan, Allah buyurgan barliq islomiy farzlarni va islomiy bo'lgan har bir mas'uliyatlarni joyida ado qildimi? Yoki har qanday buzuqchilik, gunoh ma'siyat, hayosizlik, o'zining islomiy hijobi, islomiy go'zal axloqi, sharm hayosidan chiqdimi? Mushuning hammasi bu maydonda o'tirib qo'yilgan. O'zininki ballari, ayoli, urug' tuqqanlari qarta yaxshi muomalada, güzel axloqda, kuyinishda bo'lganligi yoki bo'lmaganligi, o'zining tijoratdagi sheriklariga sodiq bo'lganligi, sodiq bo'lmaganligi, o'zining xizmat sheriklari, o'zining islomga uyg'un bo'lgan tashkilot, jamiyat sheriklariga o'zaro to'g'ri hamkorlashgan, yaxshilikqa hamkorlashgan, hamkorlashmaganligi, o'zininki xizmat o'rnida qilgan xizmati, vazifasi orqali haqni to'g'ri ado qildimi? Xizmatning haqqini berdimi? Dinning, xalqning, musulmonlarningki ustiga kelgan mas'uliyatini joyida ado qildimi? Yoki parxurlik qilib, nohaq ish qilib, haq va islomning talablarini, xalqlarning haq huquqlarini yeb ketdimi? Ya yeyishga, zulmga hamkorlashdimi? Mana bu shundoq mas'uliyatlar o'zidan ustidagi mas'ul bo'lgan rahbarlar, diniy ustozlar, diniy siyosiy amirlarga bo'ysundimi? Ular bilan birga haqni ustun qilish uchun haq yo'lda mustahkam turdimi? O'zining qo'l ostidagi ojizlarga, davlat raisi bo'lsa mas'ul bo'lgan xalqlarga, kishilarga Payg'ambar alayhisalomning yo'li haqni yetkazishda, to'g'ri islom siyosati, islom intizomi, islom shariatini yurgizishda ularga to'g'ri haqni yetkazib, haq bilan adil muomala qildimi, qilmadimi? O'zininki birga yashayotgan qarindoshlari jamiyati maydonlarida o'yin tomosha, buzg'unchilik, gunoh ma'siyatni tarqatdimi, tarqatmadimi? Va ko'ranglash, shuhratparastlik, moddiy shahvatiga berilib ketish, gunoh ma'siyat ichida yashadimi yoki haqiqiy iymon,
saf diyonat, ixlosmandlik, o'zini taqvodor tushirgan yashadimi? Alloh subhanahu va taolo bergan har bir hayotlikninki qadrini tunib, Alloh uchun hayotida sodiq, ixlosmand qul bo'ldimi yoki hayotini Alloh qarshi shahvatparastlik, gunoh ma'siyatga ishlatdimi? Mana bu shundoq nurg'un ishlarning cho'ng tafsiloti, umumiy muhimlari va eng kichik parcha qismlarigacha bu kunisi so'roq qilinadigan ana shunday kun. Xuddi bir inson ekranda o'zining qilayotgan, qilgan ishlarining har birini ovozli, suratli, tafsiliy ko'rgandek ko'radigan shunday kun. Shuna Alloh subhanahu va taolo Isro surasida shunday deyki: "Astagfirullah, iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma alayka hasiba." Sening bu nama'mal daftarini o'qigin. Bu nama'mal daftar sening o'zingga bugun yetarlik guvochi bo'ldi. Sening ustingga hisob oladigan paket bo'lishda. Deb shu kunisi Alloh subhanahu va taolo nama'mal daftarini har qanday bir insonninki qo'liga berdi. Demak, Alloh subhanahu va taolo har qanday bir insonninki kichik cho'ng hamma ishini bilib turdi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo oyatul kursida ya'lamu ma bayna aydihim va ma khalfahum. Alloh subhanahu va taolo ularning naq qilgan ishini va maxfiy yushurin qilgan ishini yoki qalbining tagida yushurgan har bir ishini bilib turdi dedi. Yana Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda vallohu alimun bizati sudur. Alloh subhanahu va taolo yuraklardagi har bir ishni bilib turdi. Har bir ishning qanday planlanganligini hammasini shu ishga hamroh bo'lib bilib turdi dedi. Qarindoshlarimiz, mu'min insondagi eng cho'ng to'g'ri iddia, har qanday bir insondagi eng cho'ng to'g'ri bo'lgan iddia u insonning Alloh subhanahu va taolo u insonning tigidagi ko'nglining eng tig'sizliqdagi har bir ishini bilib turdiganligini bilganligi mana bu o mu'minning iymonining komil bo'lganligini uqtirdi. Bir inson Alloh subhanahu va taoloning uni bilib turdiganligini, uni atrofdan qurshab turdiganligini, o insonning qilmoqchi bo'lgan har qanday yaxshiligiga turtki bo'lib, uningga Alloh yordam qildiganligini yoki bir ishni qilmoqchi bo'lsa, Alloh taolo uningga ham to'salg'i bo'la oladiganligini bilgan har qanday inson cho'qim Alloh subhanahu va taoloning uningdan hisob oldiganligidan qo'rqqanlikdan, Alloh taolodan ayinganlikdan, yomonlikdan yanidi, yaxshilikka tirishidi, niyatini yaxshi ishga rustaydi. Chunki Alloh subhanahu va taologa hech qanday bir ish maxfiy qolmaydi. Alloh subhanahu va taolo insonning yurak sizimlaridagi har qanday bir arzu, armonlarni, nima ishni yaxshilik qilib, yaxshi ishni qilishni niyat qilganlikni va nima yomonlikni o'ylab, niyat qilib uni qilmoqchi bo'lganligini hammasini bilib turdi. Shuning uchun dunyo tarixida nurg'un insonlar har turli qilgan ishlarida ularning amaliy harakatlari bilan yaxshilik va yaxshi amallarning maydonga kelishiga sabab bo'lib qoldirgan tarixiy izlarini, yomonlik va yomonlikka sabab bo'lgan tarixiy izlarini, mayli o davlat reislaridan eng tuvan kishilargacha hamma ishini Alloh subhanahu va taolo biladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ularning qilgan ishiga shuq qiyomat kunisi o'zining oldiga borgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo o'zi hisob qiladi. Alloh subhanahu va taolo insonlarning ko'ngillardagi qanday bir yaxshilikni qilmoqchi bo'lganligini va qanday bir yomonlikni maydonga keltirmoqchi bo'lganligini bilgachga biz mu'min musulmonlar har qanday bir ishni qilishdan burun yaxshi arzu, yaxshi ish, yaxshi maqsadlarni o'zimizning qalbiga pushimiz kerak. Chunki odamning harakati to'g'ri niyatdan maydonga kiradi. İnnemal a'malu binniyat. Ameller
ko'ngilda uyushirgan g'arazlarga bog'liq. Har qandaq bir yomon amallarni odam yo'q yoki har qandaq yerda uni qilishdan yenishimiz va qilishni niyat qilishdan qat'iy o'zimizni to'sishimiz kerak. Chunki yuragimizdagi har bir ishning maydonga kelishdan burun u ishni Alloh subhanahu va taolo bilib turdi qarindoshlarimiz. Shunga biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki shundaq bir hadisini doim esimizda tutishimiz kerakki, insonning badanida bir parcha go'sht bor. U bo'lsa yurak. U yaxshi bo'lsa badanining hammasi yaxshi bo'ladi. U buzilsa badanining hammasi buziladi degan. Demak, ash insondagi bir parcha go'sht bo'lgan yurak yaxshi bo'lsa, insonning badanidan kelgan har bir harakati, so'zi, har bir qiliqi yaxshilikqa, yaxshi ishqa, yaxshi natija maydonga keltirishga sabab bo'ladi. İnsanning yuragi buzuqchilik, nifoq, osiylik va riyogarlik, shuhratparastlik va Alloh qarshi chiqadigan yomon xo'y, yomon ishlar bilan buzilib ketgan bo'lsa, xuynib ketgan bo'lsa, bundaq insonning qildig'ini, maydonga keltirdig'ini yomon ish bo'ladi, yomon harakat va yomon faoliyatni qiladi. Kishilarning oldida, kishilar ko'ringanida yaxshi ko'ringin bilan har qandaq bir fursatda yomonlikni topsalar, yomonlikni maydonga keltiradi. İnsanlarning sirtqi ko'rinishiga qarab, ma inson yaxshi ekan, ma inson yaxshi emas ekan deb bundaq ko'rinishidan qarab ba'zi hukmlarni qiladigan bilan, ammo ba'zi ko'rinishda yaxshi ko'rangan, yaxshi amalni qilgan ko'rangan insonlarmi qalbi tigidan Allohga sodiq bo'lmasa, insonlar oldidan ketgan hamallar maxfiy o'rinda gunoh ma'siyat, har turli yomonliklar bilan shug'ullanadi. Buni kim ko'rib tursa, Alloh taolo ko'rib turadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda munofiqlarning sifatini alohida bayon qilib, astag'firullah va iza laqul ladina amanu qalu amanna. Mu'minlarga uchrashsa, iymon aytdik, Alloh va uning payg'ambariga ishondik, Allohga va uning payg'ambariga sodiq bo'lamiz deydi. Va iza laqul ladina amanu qalu amanna va iza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum va innama nahnu mustahzi'un. Ular o'zlarininki shaytonlarga birinchi ma'nosi kafir, mushrik, raislik qilgan. Ikkinchisi o'zininki har turli shaytoni yomonlik bilan bilmaydigan guruhlar qilgan. Uchinchi ma'nosi o'zining shaytoni bilan, o'zining havoyisi bilan yoki o'ziga kontrollik kirib qolgan shaytoni bilan billabiya kelib qolgan chaqda kishilar yo'q yerda ular biz mu'minlarni, Allohga sodiq bo'lgan musulmonlarni iymonimiz va deb zon qilib qo'ydik, ammo biz sizlardek raislar, kofirlar, zolimlar bilan billa deydi. Qarindoshlarimiz, Xitoy tajovuzchi kommunistlar hozir qadar bizning Uyg'ur musulmonlari ishidan ba'zi ig'izda iymon bor, qalbida iymon yo'q odamlarni jamiyatimizdan her türlü organlardan izlab tepib yoki mushundaq munofiqlarning tarbiyalashiga buni tirishchanlik qilib, bular sirtda bizga iymonni oshkor qilib qo'yib, mohiyatda dinsiz Xitoylar bilan birga turish, ularning manfaati uchun ish qilish, bizni zona qatmoqchi bo'lish, mushuk qilmishining tufaylidan nurg'unlagan bizningki Alloh rizoligi uchun qilgan yaxshi xizmatlarimiz, Allah'ın dinini üstün qilish uchun qilgan yaxshi harakatlarimiz ziyonga uchradi. Lekin Alloh va uning yo'lida mangan mu'minlarning bularning qilgan yomonlik bilan bular Alloh uning yo'lida mangan mu'minlar hech qanday dunyo va oxirat baxtsiz bo'lib qolmaydi. Hamma Allohning yo'lida manganlarga yordam beradi. Lekin ash munofiqlarning o'zining qilgan gunoh ma'siyati kishilar boyada iymonni oshkor qilib qo'yib, yo'q yerda kufrdan va uning kufri raisi bilan bir turganlikni iborat bo'lgan, kishilar yo'q yerda iymon qarshi harakat bilan bo'lganlikni iborat bo'lgan mush yomonligining jazosini o'zida. Shu Alloh mush oyatning oxirisida va yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
Ularga Allah subhanahu wa ta'ala çikidin eşya medet burudukke muşunda çikidini açtırıp onu dözekke layık kılıdı. Yine Allah Teala şu ayetin ahirisinde ular azgınlıkni toğru yolunun onu satıp alganlar. Ularning bu ticareti payda bermedi deb mana bularning muşundak azgınlıkni toğru yolunun üstüge çoğ bilgenlik tüpaylıdın bular ehli dövzihi boğallıqını Allah subhanahu wa ta'ala alahide agalandırdı kundaşımız. Şunun için her birisimiz her qandaq bir halatda işimiz, teşimiz oxşaş boğan kişiler ba yok yada oxşaş boğan kişiler yok yada tınbek Allah'a sadık boğan kişiler ba yada Allah subhanahu wa ta'ala qattiq sadık boğan samimi ixlasman mu'minlardan bo'lishqa ixlasman mu'minlar jamiyatidan bo'lishqa ixlasman mu'minlar jamoatidan bo'lishqa ixlasman mu'min millatlardan bo'lishqa tirishchanlik qilishimiz kerak. Mana shunday bo'lgan vaqtimizda andin biz Alloh subhanahu va taolaning dunyo va oxiratlik rahmatiga erishamiz. Bulukmu oxiratdagi qiyomat kunidagi hisobda Alloh bizdan rozi bo'ladigan, Allohmu bizga o'z rahmati bilan jannatini beradigan, bizmi Alloh subhanahu va taolaning rahmatiga erishganligimizdan xo'shal bo'ladigan ana shunday radiyallohu anhum va radu anhu zalika liman xashiya rabbah. Allah ulardan razı oldu. Ulumu Allah'tan razı oldu. Mana shunday qish Parvardigoridan qo'rqqan kishiga Allohning oldida nisb bo'ladi degan Allohning mush bishoratiga erishgan xolis mu'minlardan bo'lamiz. Hammamiz Allah subhanahu va taala sevimli xolis mu'minlardan bo'lishimiz qilsin. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.